Assalomu alaykum obunachilar. Oddiy pryamoy ko'ylak tikamiz. Yelka kengligimizni 2 ga bo'lib 19 sm qildik. 10 yelka uchidan chap yelka uchigacha. Oldi orqa ochilishi yelka tarafga 8, chuqurligi 3. Orqa tarafdan bichishni boshladik. Yelka chuqurligiga 2 olamiz, 2 sm pastga tushib olamiz. Pastga 21 sm proyma tushib oldik. Ko'krak aylana bo'lingan to'rga qo'shimchasi 3, 27. 2 sm qo'shib olganmiz. Va belgacha uzunlik 40 sm belgilab, bu 2 sm vitichkam qo'shib oldim bel aylanaga va to'rga bo'lib. Chok haqi ham qo'shib olganman. Bo'ksagacha tushib oldik. Bo'ksani belgiladim. 32 sm bo'ksa kenglik. Kengroq oldim bo'ksani. Unaqa yopishib turadigan emas. Bel va ko'krak aylanalar o'sha qomatga loyiqroq turadi. Ko'ylak uzunligi 110, etak kenglik 40 sm oldik. Etakka kengayibroq ketgan bo'ladi beldan etakka qarab. Bo'ksaga yopishmay turadi, lekin belda o'sha qomatga yopishibroq turadi. Unaqa juda ham emas, o'rtacha torlikda turadi bu ko'ylagimiz. Belda ozroq vitichka bo'ladi, oldi orqasida. Vitichka kenglik 2-3 xohishingizga qarab qo'shib olsangiz bo'ladi. Agar kengroq bo'ladigan bo'lsa 3 sm ham qilib olasiz. 3 dan ko'p vitichkani. Vitichka balandlik 13, 14, 15 bo'y balandligiga qarab olinadi. Bel balandligiga qarab olinadi. Ba'zi birlarning bo'yi baland bo'lsa ham oyog'i uzunlik hisobiga bel kaltaroq bo'ladi. Figuralar har xil, figuraga qarab turib berasiz. O'rtacha gavdalilarga 13-14 sm uzunlikda, tepaga, pastga ham 13 sm, tepaga qancha olinsa, pastga ham shuncha olsangiz, vitichkangiz chiroyli chiqadi. Ayniqsa vitichkalar однотонныйlar juda ham bilinadi. Bel chizig'idan tepaga и pastga bo'lganda. Lekin ayrim sabablarga ko'ra vitichkalarni beldan pastki qismi o'zgarishi ham mumkin. Fasonga qarab, ya'ni bel balansini to'g'ri ushlash uchun nasichka berib ketdim. Etakni ham mana e'tibor berdingiz, qanaqa qilib o'lchab birdaniga chiroyli qilib qirqib ketishga. Oldini chizib bo'lganimda bildim, kamera o'chib qolgan. Shuning uchun boshqatdan yozdim. Yelka kenglik 19, oldi ochilishi 8, chuqurligi 17, yelkadan pastga tushish 3, proyma 18. Oldi kengligini ham tekshirib oldim. 27, ko'krak aylana 18 deb uzr adashdim. 18 oldi kenglik edi, 19 proymaga tushilgan. Oldi uzunlik belgacha 40, vitichkalar ko'krak balandlik 27, vitichka 10 sm da oldiniki. Oddiy pryamoy ko'ylak. Bellari o'sha qomatga yopishibroq, chiroyli turadi. Pastki etagi to'kilibroq turadi. Bo'ksa 32 sm qilib belgilab oldim. Bo'ksa ham tashab turishi kerak. Bo'ksa bilinmasligi kerak. Shuning uchun. Hozir torroq qo'ygan ekanman. Mana yana qo'shib oldim. Aynan belini yoyroq qilib olib o'tib ketamiz. Qirrali qilib kesib qo'ymaymiz, xunuk turadi. Ko'ylak uzunlik 110, etak kenglik 40. Shunaqa qilib o'lchab ketaman. Metr uchiga ham e'tibor bering, qanaqa qilib turibdi. Mana bo'ldi, oldini ham bichib oldik. Qirqib olamiz. Albatta velyur, mramor, har xil mana shu naturalka materiallarda doim vorsiga e'tibor bering, tovlanishiga. Bir taraflama bichib olamiz. Shuning uchun material ham ko'p ketadi bunaqa matolarda.
ko'ylaklarda u fasonga qaramaydi. Fasonga qarasangiz ham material ko'p ketadi, lekin oddiy pryamoyku deyiladi, lekin tovlanishiga qaradi. Mana qirqib tayyor qilib oldik. Vitichkalarni u tarafiga ham ko'chirib bulavka qilib oldim mana. Bo'ldi. Endi yeng bichib olamiz. Ko'ylagimiz oldi tayyor olib qo'yamiz. Yeng bichib olamiz. Shu yerdan tayyorlanib taxlangan turibdi. Shundan yeng uzunligi 60 sm, bilak aylanasi 21, 14 sm tomga tushib oldim. Va to'g'ri chiziq tortib olib, o'rtasidan bo'laman. Ularni ham yana bo'lib olaman. Tepaga 1,5, pastga 0,5 1 qilib shakl berib olamiz. Pastki bilak aylana klient xohishi bilan yopishibroq tursin deganlari uchun 12-13 sm olib oldik. Shu holatda bichib olamiz. Endi qirqib olamiz. Bo'ldi mana. Yengimizni ham bichib oldik. Endi tikishga o'tamiz. Birinchi bo'lib vitichkalar, qayerda o'sha oldi padbordlari vitichkalar doim birinchi bo'lib tikib olinadi. Vitichkani albatta boshi oxiri zakrib berib olinadi. Qayta tikib vitichkalarni tekshirib oldim qanaqa turibdi. Ba'zi bir matolarda buralpam tikilib qoladi. Shuni tekshirib oldim. Endi ko'ylagimizni oldi padbordiga navbat. Oldi padbordimizni boshqa videolarimda ham ko'rsatib o'tganman. Padbord qanday bichilinadi. Mana sentriga qo'yib oldim. Padbordni frizelin yopishtirdim. Dublerin ishlatasizmi, frizelinmi deb so'rashdi. Ko'ylaklarga oddiy frizelin yopishtiraman. Ipligidan, ya'ni marliga o'xshaydi, shunaqasidan. Chetini overlock qilib oldim. Qancha chok haqi bergan bo'lsangiz, xuddi shu chok haqini tashlab o'tamiz va padbordni yotishi uchun to'g'ri chok berib olamiz. 0,1 da orqadagi chokni padbord tarafga yotqizgan holatda. Padbordga chok beriladi. Asosda ustida chok ko'rinmay turadi. Astoydil boshqa videolarimni ko'rsangiz ma'lumotlar ko'p. Men shunaqa tikib turgan vaqtlarda og'zaki aytib o'tib ketganman. Ma'lumotlarni, videolarni kuzatib borsangiz anchagina ma'lumot berib o'tganman. Matolar, bichilish, har xil texnikalar, o'sha tikish texnologiyasini demoqchiman. Mana nasichka berib ketamiz. Orqa tarafini ham o'sha vitichkasini tikib olamiz. Agar klientingizda qorni bor yoki bir tor bo'lib qolibdi, aynan shu yeri figuram bilinmay tursin desa, shu choklarini ochib berasiz. Vitichkalarni ochib chiroyli qilib dazmol qilib bersangiz, o'sha klient xohlagandaqa bemalol tashab turadi, lekin qomatga xunuk turmaydi. Bez vitichka bo'lsa ham pryamoy ko'ylak o'sha tashab beradi, bellarga yopishmay turadi. Shunaqa qilib vaziyatdan chiqib ketish mumkin. Ba'zi bir klientlar qomatim bilinib tursin deyishadi, lekin kiygandan keyin beli tor bo'lib qolibdi yoki orqasi bilinmay tursin, shunaqa deyishgan vaqtda shuna vitichkalarni ochib tashlaysiz, bo'ldi. Bemalol turadi. Bu xunuk ham turmaydi, chiroyli turadi. Bichim to'g'ri bo'lsa, o'lchov olish to'g'ri bo'lsa,
hech qachon ko'ylak egasida qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar chiroyli turadi. Orqa padbordni ham tikib olamiz. Mashinkam o'zi ip uzmayapti, ip uzardi o'zi. Orqa padbord ham xuddi oldini qanaqa tikkan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Iloji boricha orqa oldi padbordlarning enini bir xil shaklda olib, bir xil tikilsa, chiroyli bo'ladi. Ichki tarafi ham choklarimizga chiroyli bir har xil turgani qanaqayu bir xil tursa qanaqa. Xuddi shuning uchun padbordlarning enini ham bir xil olishga harakat qilish kerak. Agar mato yetarlicha bo'lsa, mato yetmasa endi iloji yo'q. Shunaqa qilib joylab olamiz va tikishni boshlaymiz. Yelkani. Orqa asos bilan orqa padbord orasiga oldi asos padbord kirib ketadi. Shu holatda. Mana men o'zim orqanikini ozroq olganman. Endi chiqishiga qarab. Shuning uchun sizlarga aytib o'tdim, enini bir xil olishga harakat qilish kerak deb. Bir xil olinsa chiroyli turadi. Yelka overlock qilinadi, dazmol qilinadi yelka. Hozir men o'sha overlockka o'tishdan oldin ikki yon choklarni ham tikib olaman sirazi. Iloji bo'lsa o'sha yengi ham choklarini tikilsa, yeng choki, yeng pastki qaytarma joylari, mana ko'ylak yelkasi ikki yoni iloji bo'lsa etakni primerka qilmasangiz, sirazi overlock qilib, dazmol qilib, yana boshqatdan mana tikishga o'tiriladi. Bu matolarni cho'ziluvchan matoni ozroq cho'zib tikkan ma'qul, sababi klient harakat qilganda, o'tirib turganda choklari yirtilib qolmaydi. Cho'ziluvchan matolarni sal-salgina cho'zib turib tikkan ma'qul. O'z holicha tikilsa, o'sha cho'zilishiga qarab, ayniqsa tor kiyimlarda klientlar xohlagancha harakat qilib yuboradi. Ko'ylak kiyganimizda o'zimiz ham masalan, shunda chokla tirs qilib o'sha chokla ochilib ketadi, so'kilib ketadi. Shuning uchun ozroq tortib tikib beramiz. Chirigan ipda tikibdi degan gumon bo'lmasligi uchun. Asli chirimagan ip bo'ladi. Faqat o'sha harakatda biz tortibroq tikib qo'ygan bo'lamiz. Etakni tekislab olamiz albatta. Baribir bichgan vaqtimizda bu cho'ziluvchan matolar bir tarafini o'sha 1 sm 2 sm cho'zilish hisobi bor. Yengi ham tikib, mana overlock qilib tayyorlab oldim. Tepasini ham chok berib oldim. Ikkalasini ham mana ikkinchisini ham 0.5 da katta chok qilib tikib oldim. Hozir yengimizga ozroq pasadga berib yuboramiz, yengimizning tepa qismiga. Xuddi shunaqa qilib. Yelkada chiroyli o'rnab berishi uchun ko'ylak ham chiroyli turadi. Yengiga ham e'tibor berishimiz kerak. Oldi kengliklarni ham e'tibor bilan klientdan o'lchash shart. Sababi ko'ylak kiyganda, yeng o'rnatilganda ham oldi qo'ltig'ida o'sha oldi kenglikni o'lchagan joyimizda ozroq o'sha qanaqadir chiqib qoladi 1-2 sm oshiqchasi. Ko'ylak chiroyli turib berishi uchun ham oldi kenglikni o'lchalishi shart. Hozir men og'zaki tushuntirib bera olmadim sizga qanaqa qaysi joyini. Imkon qadar o'sha zalomlar yig'ilgan joylarini qayerda nimani noto'g'ri olinsa shu xatoliklarni ham xudo xolasa video qilib chiqaraman.
mana burmalarni o'sha yelka choki, ko'ylakni yelka o'rtadagi chokiga yengimizni o'rnatishda yelkamiz tepasida 5 santimetr o'sha chok ikkala orqa oldi tarafiga uzoq 5 santimetrdan joylashtiriladi. Orqa oldiga terib. Burma emas, bu pasatka, taxlanib qolmasligiga e'tibor beramiz. Yengimiz chiroyli chiqadi kiyganda ham. Overlock dazmol qilib olinadi. Ozroq mana ipim tortishdi. Yon choklarni ham tikib olgandan keyin albatta qo'lingiz bilan bir chok sidirib tashlashga harakat qiling. Sababi matoyimiz cho'ziluvchan bo'lganligi uchun. Yeng etak qaytariladi. Ko'ylak tayyor, sog' bo'linglar.